Assalamualaikum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair anlatılgan bir qism mühim xəbərlərimizni əslitib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Yaqında Uyg'urlarning eng mötəvəri dini olimlaridan Muhammad Salih Hacimning tarbiyalash markazlarining birida 82 yoshida jon uzganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Onun qachon vafot bo'lganligi haqida aniq dalillar bo'lmasa-mu, ammo turli uchur manbalari uning taxminan bir necha oy ilgari jon uzganligi haqida ba'zi ishoratlarni bermoqda. Ömrünü dini xizmatga bag'ishlagan Muhammad Salih Hacim 1980-yillarda Qur'oni Karim, hadis va boshqa diniy asarlarning Uyg'urcha tarjimasini ishlashda zo'r to'q bilan yaratgan. Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqtda so'z qilib, marhumning o'limi Xitoy hukumatining qaysi darajada g'aljirlashganligini yana bir qatam namoyon qildi dedi. Uyghur diyarida məcburi umumlaşdırılıbatqan Uyghurlarning Xitoycha o'rganish faoliyati jarayonida har qaysi joylardagi Uyghurlarning Xitoycha davlat she'rini yodlashga zo'rlanayotganligi ma'lum. Egalishimizcha, Yakandagi dehqon Tursun Ablat Xitoycha davlat she'rini yodlanmaganligi uchun ommaviy yig'inda haqoratlangan. Shuningdek, bu qilmishi uchun uning 6 oydan 5 yilgacha qamoqqa hukm qilindiganligi uqtirilgan. Xo'rliq ve tehdit sebebinden Tursun Ablat eslip ölüp algan. Küzetkiçiler bu vaqt fikir qilib Tursun Ablatdek savadsız bir dehqonning buncha ig'ir qismatga duch kelishi boshqa Uyg'urlarning qaysi ahvolda ekanligini ko'rsatib beradigan jonliq misol dedi. Xitoy hukumati navbatda Uyg'ur diyorida keng miqyosda ijro qilayotgan siyosiy bostirish tadbirlari muhojiratdagi Uyg'urlarda belgilik uyg'unish va qarshilik ruhini yetildirayotganligi ma'lum. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda tashkillanayotgan Yevropa parlamenti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida zo'r ko'lamli namoyish qilish chaqiriqlariga har qaysi joylardagi Uyg'ur jamoati aktiv ovoz qo'shmoqda ekan. Muhojiratga Uyg'urlarning Xitoy zulmiga bo'lgan qarshiligi yana muhojiratdagi bir qism Uyg'urlarning Xitoy fuqaroligidan voz kechish haqidagi oshkor chaqiriqlardimi aks etmoqda. Uyg'ur diyoridagi yepiq tarbiyalash markazlarining ko'plab ochilishi hamda bununla 100 minglagan Uyg'urlarning so'langanligi haqidagi xabarlar xalqaro axborot vositalarının kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Amerika Davlat ishlari ministerligida 30 yanvar kuni o'tkazilgan suhbat yig'indimi Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra xonim bu haqda tafsiliy ma'lumotlar bergan. Har qaysi joylardagi faoliyatchilar bu haqda fikr qilib, bu merkezlerini natsistlarning yig'ilish lagerlariga o'xshatdi. Shundaqla bu merkezlarning navbatda Uyg'urlarning mengisini yuyishni bosh nishon qilganligini ta'kidladi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qattiq qo'lliq siyosatlari butkul Uyg'ur jamiyatini vahimaga selish bilan birga yana bu joydagi Xitoy ko'chmanlarini bezor qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yaqında Ürümçidagi iqtisodshunos Tang Lijuning maqolasida ko'rsatilishicha, 2009-yildagi 5-iyul voqeasidan buyon Uyg'ur diyoridagi Xitoy naposi 11% azaygan. Ma'lum bo'lishicha, buningda rayon miqyosidagi to'qinish, zo'rliq harakatlari, shuningdek Xitoy hukumatining inson taqat qilib bo'lolmaydigan turli qattiq qo'lliq tadbirlari muhim sabab bo'lgan ekan. O'qish ishidagi Uyg'urlar ona tildan mahrum qilayotgan bir ahvolda muhojiratdagi Uyg'urlar orasida ana tilni qo'g'dash harakati qayta jonlanayotganligi ma'lum. Yaqinda qurilgan Norvegiyadagi Uyg'ur ana til maktabi shu joydagi Uyg'ur farzandlarining ana til o'rganish qiyinchiliklarini hal qilishda unumli xizmatlarni qilayotgan o'rinlarning biri. Ana til qizg'inligi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida yashayotgan bir qism Uyg'urlar orasidami bosh ko'tarmoqda. Tarixiy sabablar tufaylidan bu joylardagi o'zbeklashib ketgan bir qism Uyg'urlarning yaqinda o'zligidan Uyg'ur tili kurslariga qatnashayotganligi bu joydagi Uyg'ur jamoatining olqishiga erishgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdingiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.